Jim tur, jim tur. Bu talpa bilan bo'lmaydi. To'xtanglar. O kuni bular daraxtlarni kesib tashladi zo'ravonni qiba. Kimlardikinidir kesdi. Bular bizlarni erkaklarimiz bordi toniga. Bularga mana o'zlar erkaklarimizni telefonidan telefon qilib bunga gapirdi. Bizlar sizlarga aytganimiz yo'q. Sen kimsan daraxt kesishga dedi. Ularda xabari yo'q. Bular zo'ravon. Bunaqa janjal bilan ish bitmaydi. Mana bitta mana bu fermerni bugun taniyapman. Masalan, u fermerni ham nimaga endi taniysiz? Men qurilish bo'yicha o'rinbosarman-da. Men qurilish bo'yicha o'rinbosarman. Menga qarang, mana shuncha yosh bekor. Bular bugun urush qiladi. Qani menga borsin hammasi ishga joylashtirib qo'yadaman. Bitta o'g'irlik qiladi, bir-birini uradi. Nima u? Ay men Kerak, menga bilmish kerak. Aralashmaysiz. Mana Siz aralashmagan emas. Menga qarang, siz qurilish bo'yicha bo'lsa, sizga nima bor menga qurilish bo'yicha? Menga hozir bu muammoga menga yer masalasi ketyapti. Sizga keyin o masala bo'ladi. Yer masalasi bo'lsin, Shuni hal qilib beringizlar. Bo'ldi, hal qilinadi. Vakolat yo'qmi? bundayda bitta fermer birovni qanday yaxshi fermer mana xalqqa. Kamerangni menga bir. Assalomu alaykum hurmatli prezident buva, mana sizning bolalaringiz bugun yig'ilgan. Bizlar Samarqand viloyati Tayloq tumani O'zbekiston mahallasining fuqarolari yuqori qishloqda yashaymiz. Mana bizlarga bitta fermer kelgan, 20 yildan beri 25 gektar yerga bitta ishchi bilan ishlayapti. Mana shu qishlog'imizda ayollarini hattoki yeriga borib mardikor ishlaganiga yo'l bermayapti. Kirgizmaydi. 25 gektar yerga bitta ishchi ishlatganini o'zi bulardan yerni olishga sabab bo'lmaydimi? Yo'q, men gapiraman. Sabab bo'lmaydimi? Prezident bu, men ham bir vaqtda fermer bo'lganman. Gektariga nechta ishchi palojna bo'lsa olib ishlatganman. Oylik berganman, turdovoy knishka ochganman. Mana shu 25 gektar yerga bitta ishchi ishlatganini o'zi menimcha sabab bo'ladi. Bular odam emas, mana shuncha xalqning g'azabini keltirgan shu fermerni olib tashlab yerni xalqqa berishingizni iltimos qilamiz. Mana xalqingiz, odamlar nima deysizlar? Yer kerak, yer. Bular bilan kelishib bo'lmaydi. Bitta gapiringlar, og'aylar. Ko'p nima qilmanglar. Bitta gapiringlar. Bular hozir gapiryapti, lekin nima tushuna olmayapti. Bitta gapiringlar. Maqsadda aytinglar to'ka. Tayloq tumanining eng sokin odamlari mana shu yerda yashaydi. Men ham 23 yildan beri mana shu yerga yashayapman. Kelin bo'lib kelganman. Shunchalik pichoqda suyagimizga qadadi, mana shu ahvolga keldi xalq. Asta gapirib bo'ladimi? Odamlar sizlarga nima kerak? Mana shuncha odam ishsiz. Muhtaram prezidentimiz shuncha xalqingiz ishsiz. Yerni qaytaring bizlarga. Sizlarga kim nima kerak xalq? Mana bu narsa bo'ladi. Hokimga shu yer masalasida murojaat qilib, hurmatli prezident, 5-marta hokimiyatga bordik. Mana shu yoshlarning masalasini ko'rib chiqmadi. Mana ballar hozir g'azabga to'lgan. Mana fermerlar kelgan. Xuddi xalqning ustidan kulganga o'xshab, biron ishni xalqi bermayapti. Xalqi beradigan bo'lsa-edi, xalq moshin bo'lib hokimiyat eshigiga bormagan bo'lardi. Ishlatganini o'zi Yetkazib olasan, binoni yaxshilab, oynaqlarni ol binoni. mana bu zo'ravonni ham nodir, mana zo'ravonlarni ham ko'rsin. Menga qarating. Mana Yevropa davlatlariga toshmaysizlar. Yevropa davlatlariga xalqni ziddiyatchiligi chiqqan vaqtga prezidentni hokimda almashtiryapti. Nahotki bizning davlatga bitta fermerni almashtira olmasa, bitta fermerga shuncha xalqning kuchi yetmasa, bitta xo'jalik, bega 120 ta xo'jalik och. 120 ta xo'jalikni bitta fermer eplab ishlatmasa, zo'ravonlik qilib ursa, so'ksa, bizlar qanday chidaylik? Yoki bizlarni qishloqdan ko'chirib yuborsin, boshqa qishloqqa yo boshqa davlatga borib yashaylik. Yoshlar qiynalgan. Hamma besh.
Yoshlar nima qilsin? Hammasi gapiradi. Mana bular qachongacha mardikorlik qiladi? Qachongacha ko'chaga chiqib mardikor bo'ladi bu bolalar? Bola chaqasini boqish kerak-ku bular. Men nimaga gapirmayin? Mana bu otlarni bostirib, o'g'limni yo'lda ishlab otangga ayt. Meni oldimga borsin, gapim bor. Bu kim? Sen kim meni yerimda oldinga chaqirasan? Yoshlarni ish bilan joylashtirib, yoshlarni hamma bekor mana. Meni yerimda shepalinga chaqirasan. Tuhmatmi qilmoqchi eding? Tuhmat qiladi bular. Yosh bolalarimiz shaxsan bekor mana. Nima ish qilsin? Nima ish qilsin bu bolalar? Chegagacha yer bo'lsa shular ishlaydi, mo'l bo'ladi. Hokim bu aytdilarki, menga vakolat, u sizlarga olib beradigan vakolat yo'q menga dedilar. Shu vakolatni kim egaki bizlarga olib bera olsa? Kimga shu vakolat? Kim olib bera oladi? Murojaatimiz biron joyga o'tadimi? Fermerga asos kerak deyapti. Fermerga asos. Mana Boymurodov Xudoyberdi necha yildan beri uchastka sotgan. Buni hokimiyat ham biladi, hamma biladi, lekin 8-10 yildan beri buni hokimiyat ham yopolmayapti. Nima sababdan yopolmayapti? Yashiradi, chunki xalqni o'ylasa, fermerni tugatsin, xalqqa yerda olib bersin. Qishloqni boshiga hech kim suvga bora olmaydi. Merash baqaking, Merash baqaking. Siz mana jam yaxshi urush qilgan, menga qarang, meni on yaxshilar. Yaqinda urush qilgan, lapotka ko'tarib urmoqchi bo'lgan. Qishloqda erkaklar borib qo'shila olmagan, meni olib borib qamatadi deb. Nima qilish kerak, o'lish kerakmi? Asta-asta uyimizni ham oladi, bizlar qul qiladi. Gapirsin, gapirmaydi. Gapiring. Sizlar jim turing. 14-noyabr kuni bo'lgan voqeani aytay. Men tadbirkorlik bilan shug'ullanaman. Bir tonna donim bor dedi. O'sha donga bordim. Meni besabab urdi. Balalar gapiravering, sabring. Hech qanday chora ko'rilmadi. Uchastkavoy ham boshqasi ham. Bu odamni 2 bo'yi basti 2 metrlik fermerning akasi yer bilan bitta qilib urib jarohat yetkazdi. Na uchastkavoy, na hech qanday chora ko'rmadi. Tekshiruv xulosalari hech qanday natija chiqmadi. Sababi u boy, har qanday yo'l bilan yopayapti. Nimaga bu boyga 50 million so'raganini ham aytinglar. Qog'oz jo'natingizlar, Husan bor, respublikaga qog'oz jo'natingizda. O'tgan yili ertaga aytib ketdilar. Qarang. Shuning uchun deyapti, 4 tangni olayin deyapti. Mashinaga mindirayin. Hokimga, viloyatga borayin deyapti. Hamma boramiz biz. Hamma. 5 kishi. Shuncha bo'ldi. Nima o'tib gaplashasiz? Nima baqa o'tib? Ya, adil gaplashadi. Mana xalqni gaplashadi. Assasa gaplashasiz. Assasa. Yaqa baqa tortasiz. Yo, hokimga 5 marta bordik. Nima deydi hokimga borib o'zi? Toshmada yani. Mana qayma. O'zingga kerak. Haqqa gapiring, baqqa o'tib piching qilma. Erkak bo'shayin. O'dir bo'ldi. Nima meni o'tib gaplashyapsiz? Qarab gapiryapsiz. To'g'ri gapni ayting. nimaga hokimiyat tushunib chekkaga gaplashadi? Qara, Qara. mana bu qaraydi. Mana o'zi ikkita fermer. Mana bunisiga mashinaga chek 30 ta odam, mana ya to'xtab tur-da. Endi mahallakom. 30 ta odam ishsiz dedingiz, ha? Shunday bu. Shu 30 ta odamni hammasini mana mahallakom. Ha, to'xtang. Fermerlarga. Mana turgan fermerlarga hammasiga qonuniy ishga joylashtirib beriladi. Qonuniy ishga oladi. Menga qarang, ishga joylashtirma. Fermerni shunday odamlarga o'tkazsin. Davlatning planini mana shulardan ziyod bersak beramiz, kam bermaymiz. Xalqqa o'tkazsin. Bedagi ishchilar rosa mehnatga ketdilar. Menga qaranglar, mayli emas. Xalqqa o'tkazsin yerda. Shuncha qilgan bular ham qiladi. Nima yolg'on gapirasiz 30 ta odam? 30 odam emas bega. Qolganini nima qilamiz? O'g'irlik qilamiz. nechta daraxtingiz bor, bu bitta odamingizni bering, borib sanaydagi polni
120 tane kesgan. Men video olib qo'yibman, joylarni ham ko'rsatdim. Mana ekologiya, nechta daraxt kesgan bo'lsa ekologiya. Bitta hammasini hisob-kitob Siz birovga pul hammasini nima bo'lsa hikmat? Nima hikmat? Baqirmang menga. Baqirmang. Qo'l ko'ring qani. Pularga keladimi? Alo. Ha, qarang, o'rganamiz. Birov uchun gapirmang, o'rganamiz. Meni daraxtimni yig'itdi mana bo'ldi. Murojaat qiling edi shu Mana shu yer bu yilda Xalq bitta daraxt yetsa, mana hozir o'rganamiz bo'ldi. Hozir o'rganamiz, chiqamiz bo'ldi. O'rganamiz, hozir o'rganamiz. Shu vaqtgacha nima o'rganmadik? har bitta daraxt. Har bitta daraxtni mana busini olib, Diametrni olmasiz, bolalarni keldinglar. chaqirib bitta Hamma daraxt bo'ldi. Mana shu yigib qo'yishlar. Savxoz yeridan beqam mehnat qilib kelgan insonlar. Siz deyapsizlar, mehnatkasiz, to'g'ri. Shularni mana shularni ichidan endi mana vakil bo'lib kelgan bo'lsangiz yaxshi 2 tami 3 tami borib sanaydi-ku. Boshliq qilib shularni joylamasangiz gap ketmaydi. Bitta gap shu.